أهلا وسهلا وميت مرحبا. Bismillahirrahmanirrahim. Ala barak. Bugun 2026-yil 16-iyul payshanba kuni. Saxovatli qo'llar xayriya tashkiloti ko'magida G'azo sektoridagi qochqinlar lagerida yashayotgan oilalar uchun issiq taom ulashish loyihasini amalga oshirmoqdamiz. Loyiha doirasida 4 ta qozonda issiq taom tayyorlanib, urushdan jabrlangan oilalarga ulashiladi. Ushbu xayrli ishda bizni qo'llab-quvvatlagan, G'azo xalqiga yordam qo'lini cho'zgan barcha ehson egalariga samimiy minnatdorchilik bildiramiz. هل جربت بأن تبدأ يومك بسعادة أن يصبح بذل الإحسان لديك عبادة أن يستيقظ فيك ضمير يأخذ بيديك إلى الخير حتى يصبح هذا النور ليومك عادة. Ushbu faoliyatlarimizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, ekran ostidagi manzillar orqali biz bilan aloqa qiling. Agar moddiy yordam berishga qurbingiz yetmasa, faoliyatlarimizni kengroq tarqating. Videolarimizning ostiga izoh qoldiring. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Kim bir yaxshilikka birovni dalolat qilsa, unga amal qiluvchining savobidek ajr yoziladi. Imom Muslim rivoyati. ما عند الله سيبقى فذاك خير وأبقى